Assalomu alaykum, hurmatli bulung'urliklar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun tumanimizda kitobxonlikni keng targ'ib qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq aholiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatish, kitobxonlikni keng ommalashtirish hamda kitobsevar millat umummilliy g'oyasini ro'yobga chiqarish, tuman aholisining kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda aholiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni rivojlantirish, bilimdon va zukko yoshlarni faolligini oshirish va qo'llab-quvvatlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida tumanimizda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2025-yilda Bulung'ur mahallasidagi Humo istirohat bog'i hududida tuman axborot kutubxona markaziga yangi bino qurilib foydalanishga topshirildi hamda zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi. Natijada tumandagi turli avlod vakillari uchun o'zaro muloqot qilish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, bugun axborot kutubxona markazining umumiy fondi 18,5 mingdan ortiq nusxani tashkil etadi. Kutubxonaga a'zo bo'lganlar soni esa 15,227 nafarni tashkil etadi. Yoshlar o'rtasida kitobxonni rivojlantirish bo'yicha ham maktablar, texnikumlarda yosh kitobxon o'quvchi kabi tanlovlar o'tkazilib, g'oliblar rag'batlantirib kelinmoqda. Bu esa yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Yoshlar va aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirishning eng samarali yo'llaridan biri bu mahalla kutubxonalarini tashkil etish bo'lib, bu borada ham tumanda mahallalarda bosqichma-bosqich mahalla kutubxonalarini tashkil etish rejalashtirilgan. Misol uchun, hozirgi kunda Gulzor va Zarafshon mahallalarida kutubxonalar faoliyat yuritmoqda. Tumanda kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha ham ta'lim muassasalarida kitobxonlik soatlari, adabiy kechalar va uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Bu esa o'quvchilarda mutolaa madaniyatini shakllantirish, bundan tashqari buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimizning ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida tuman axborot kutubxona markazi tomonidan muntazam ravishda kutubxona fondiga kelib tushgan o'zbek va jahon adabiyotining eng sara yangi adabiyotlaridan kitoblar targ'iboti va ko'rgazmasi ham kitob va kitobxonlikni targ'ib qilishga qaratilgan turli tadbirlar, aksiyalar o'tkazib kelinmoqda. Ma'lumot o'rnida umumta'lim maktablarida kitoblarni fondini boyitish maqsadida mahalliy byudjetning boshqa manbalari, shuningdek mening maktabim loyihasi doirasida ham ularni sonini oshirish rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.